butun dunyoda korrupsiya so'zi bor, qayerdadir boshqacha so'z bilan ishlatilar, lekin baribir bu tushuncha bor, bu illat har qanday davlatda bor. O'zi bu global muammo. Dunyoda ikkita uchta illat bor. Shundan bittasi korrupsiya bo'ladi. Hech qaysi davlatni chetlab o'tmagan. Har qanaqa rivojlangan davlat bo'ladimi? Korrupsiya darajasi eng kam davlat o'sha Skandinaviya davlati, Singapur bo'ladimi yoki rivojlangan? Korrupsiya mavjud bugungi kunda va o'sha davlatiga qarab, mamlakatga qarab u yoki bu darajada kurashib kelinmoqda. Har xil yo'llar bilan. Umuman olganda buni oqibatlari hamma davlat uchun xos hisoblanadi. Asosiysi bu o'sha mamlakatni iqtisodiy o'sishini sekinlashtiradi, investitsiyani kamaytiradi, davlat resurslari korrupsiya orqali samarasiz foydalanadi, kambag'allik kuchayadi. Eng asosiysi ijtimoiy sohaga bevosita ta'sir ko'rsatadi, ya'ni o'sha ta'lim olish, sog'liqni saqlash tizimiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Eng muhimi demokratiyaga va qonun ustuvorligiga jiddiy xavf soladi va eng yomoni bu korrupsiyani qanchalik keng tarqalgan bo'lsa, bu o'sha jamiyatda adolat buzilishi orqali fuqarolarning umuman davlatga bo'lgan, davlat idoralariga bo'lgan ishonchi kamaytiradi. Bugungi kunda korrupsiya oqibatida dunyo mamlakatlari 4 trillion dollarga yaqin yo'qotyapti 1 yilda. Ya'ni butun dunyo mamlakatlarining ichki mahsulotining 5% dan ko'prog'ini tashkil qiladi. Pora summasi esa 1 trillion dollardan oshyapti bugungi kunda. Pora summasi. Yetkaziladigan zarar aytganimdek 4 trillion dollarga yaqin. Birgina O'zbekistonda o'tgan yil natijalariga ko'ra, 25-yil natijalariga ko'ra qariyb 2 trillion so'm demak davlat va jamiyat manfaatlariga zarar yetkazilgan. Bitta O'zbekistonning o'zida. Va eng yomoni mana yaqinda fevral boshida bilasizlar, Transparency International tashkiloti bor, ya'ni korrupsiyani qabul qilish indeksi. Mana shu tashkilot har yili mamlakatlarda korrupsiya darajasini, korrupsiyani qabul qilish indeksini e'lon qiladi va afsuski oxirgi 4-5 yilda dunyo mamlakatlarida korrupsiya kamayish o'rniga korrupsiya darajasi oshib boryapti. Bugun o'sha 180 ta davlat o'lchanadi. 180 ta davlatdan yarmidan ko'pi korrupsiya darajasi o'rtadan yuqori hisoblanadi. Ya'ni korrupsiya darajasi yuqoriligicha qolmoqda. Endi bugungi kunda zamonaviy choralar ham ko'rishga o'tilgan. O'zbekiston haqida alohida gaplashamiz, lekin mana masalan Xitoyda korrupsiyaga qarshi kurashishni asosan sun'iy intellekt texnologiyalariga o'tgan. 90% bugungi kunda korrupsiyani aniqlash, manfaatlar to'qnashuvi bo'ladi, davlat xaridlari, hattoki korrupsion jinoyatlar ham hammasi o'sha sun'iy intellekt, o'sha Zero Trust platformasi ishga tushirilgan shu orqali. Koreyada Clean Portal degan 6-7 yil oldin bular platformani ishga tushirishgan. Shunaqa haligi targ'ibot shunaqa kuchli bo'lganki, aniqlanadigan korrupsiyaviy jinoyatlarning 90% dan ortig'i fuqarolar tomonidan berilgan xabarlar asosida aniqlanmoqda. Mana shu portalning ishga tushirilgani huquqiy asoslari yaratilgan, albatta ularni himoya qilish, rag'batlantirish, lekin shu whistleblower system deydi, haligi xalqaro tilda aytganda korrupsiya haqida xabar beradigan Clean Portal tizimi ishga tushirilgan. Yoki mana Ukrainada Prozorro degan o'sha xalqaro tashkilotlar bilan birga ishlab chiqishgan tenderlar to'liq ochiq o'sha platformada ochiq jamoatchilik nazorati orqali mana shu Prozorro platformasidan ko'rsa bo'ladi. Ya'ni har qanday inson bitta kompyuter deb yozsa, o'sha kompyuteri yil davomida qaysi firma, qaysi davlat tashkilotiga sotgan, nech pulga, kim qatnashgan, shu haligi, ya'ni bu platforma orqali tenderlardagi korrupsiyaviy jinoyatlarni birinchidan aniqlash va asosiysi o'sha oldini olish choralari ko'riladi. Estoniya bilamiz dunyoda birinchi o'rinda turadi ochiqlik bo'yicha hamma reytinglarda, ya'ni davlat xizmatlarini onlayn ko'rsatish, ochiqlik masalasida. Endi o'zi kichkina davlat, aholisi ham 100% raqamlashgan davlat hisoblanadi. Va mana shu orqali o'sha barcha xizmatlarni onlayn ko'rsatib, barcha 100% xizmatlarni onlayn ko'rsatadigan E-Estoniya degan demak platformani ishga tushirgan. Ayrim davlatlarda haligacha masalan korrupsiya uchun o'lim jazosi qo'llaniladigan, bilamiz Eron, Xitoy, Iroq, arab davlatlari, Tailand, Kuba davlatlarida o'lim jazosi bugungi kunda qo'llanilmoqda. Haligi bir nima deydi, noan'anaviy bo'lganlar ham bor. O'sha korrupsiyaga qo'l urganlar nafaqat o'g'irlik uchun, balki o'sha korrupsiya uchun qo'lini chopish, ya'ni panjasini yoki qo'lini olishgacha bo'lgan javobgarlik bugungi kunda ham mana shu Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Bahraynda bu choralar ham o'sha korrupsiya uchun qo'llaniladi. Yengil korrupsiyaviy huquqbuzarliklar, qilmishlar uchun darra urish, ya'ni Hindiston, Pokiston, Eronda ham bor shunaqa jazo choralari ham qo'llaniladi.
O'zbekiston haqida gapiradigan bo'lsak, shartli ravishda ikkiga bo'lsak bo'ladi. Mustaqil O'zbekistondagi korrupsiyaga qarshi kurash siyosatini yo'nalishlarini birinchisi shu 2017-yilgacha bo'lgan. Asosan qonunchilikda o'zi bu yerda o'tirganlar biladi. 2017-yilgacha bizni qonunchiligimizda korrupsiya degan atama, ibora hech qayerda ishlatilmagan. Faqatgina o'sha iqtisodiy jinoyatlar yoki o'sha davlat mulkiga yoki pora olish, pora berish bilan bog'liq jinoyatlarni shunaqa iqtisodiy jinoyatlar deb ketilgan, lekin korrupsiya degan so'zni bizda tabu bo'lgan. Qo'pol qilib aytganda bizda korrupsiya yo'q deyilgan, tan olmaganmiz. Xalqaro tashkilotlar ham o'sha Transparency International tashkilotini anaqasida reytingida biz 180 ta davlat ichida 178-o'rinda bo'lganmiz. Chunki biz ignor qilganmiz, korrupsiya yo'q deb. Vaholanki o'sha eng korrupsiyasi Singapur yoki mana Shvetsiyaga borganimizda ham bor bizda deb tan oladi. Lekin biz afsuski shunaqa bo'lgan. Lekin baribir huquqiy asoslari bo'lgan. Bilamiz, o'sha jinoyat kodeksida o'sha 10 dan ortiq moddalar bo'lgan. Bevosita bugungi kunda o'sha ochiqchasiga aytilayotgan korrupsiyaviy jinoyatlar sirasiga kiritilgan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda ham korrupsiyaga qarshi kurash konvensiyasi 2008-yilda bunga a'zo bo'lganmiz. Ya'ni 2008-yilda qabul qilingan qonun bilan biz a'zo bo'lganmiz, lekin uni biz normalarini 100% demak undagi talablarni bajarilmagan, lekin biz a'zo bo'lganmiz. Prezidentimiz saylanganlardan keyin ilk imzolangan qonun aynan korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun hisoblanadi. 2017-yil yanvarda qabul qilingan va mana shu qonun bilan endi mamlakatimizda ochiqchasiga huquqiy jihatdan korrupsiya atamasi ishlatilishi boshlandi, qonunda ko'rsatib o'tildi va o'sha korrupsiya borligi, mavjudligi va bu davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan qonunda aniq yozib ketildi va o'sha davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari ham shu qonunda aks ettirildi. Undan keyin ko'plab hujjatlar qabul qilindi. Bugungi kungacha 80 dan ortiq bevosita korrupsiyani oldini olishga qaratilgan normativ huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Qonunlar, farmon, prezident farmonlari, hukumat qarorlari. 4 ta davlat dasturi qabul qilindi. Har 2 yilda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha alohida prezident tomonidan prezidentning farmoni bilan tasdiqlanadigan davlat dasturlari qabul qilinishi amaliyoti yo'lga qo'yildi. Bugungacha 4 ta shunaqa davlat dasturi qabul qilindi. Mana 23-yilda prezidentimiz alohida farmonlari qabul qilindi-da, mamlakatda o'sha aholi va davlat xizmatchilarini korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha bilimlarini uzluksiz oshirib borish chora-tadbirlari to'g'risida farmonlar qabul qilindi. Bu farmon bilan korrupsiyaga qarshi kurash virtual akademiyasi tashkil qilindi. 25-yil yanvardan boshlab to'liq ishga tushdi. Endi bitta narsani alohida ta'kidlamoqchiman, hali uncha hali akademiya yoki ta'lim oladigan platformalar yo'qki, barcha davlat xizmatchilarini 100% qamrab oladigan. Bu farmon bilan endi davlat xizmatchilari ilk bor ishga kirganlaridan keyin 6 oy davomida majburiy ravishda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha o'sha akademiyada bilim malakasini oshirishi majburiy etib belgilandi barcha davlat xizmatchilari. Va har 2 yilda malakasini oshirib borish va bunda o'sha maxsus kurslar, umumiy kurslar ham qilindi. Umumiy kurslar bepul. Bugungi kunda 3 milliondan ortiq yoshlar mana shu platformalarda o'qitildi. Hattoki bog'cha yoshdagilar uchun ham biz kontentlar tayyorladik. Ya'ni bu qanaqa kontent? Shu yoshiga qarab, korrupsiya so'zi ishlatilmagan, to'g'rilik, halollik, shu multfilmlar, turli karikatura shunaqalar yaratildi va 50 mingga yaqin davlat xizmatchilari bu kurslardan o'tdi. Hal qiladigan ishlar ko'p, lekin bu tizim ham yo'lga qo'yish boshlandi. Bugun ijtimoiy tarmog'i ko'rsangiz, bir kunda kamida 2 ta yo 3 ta ma'lumot chiqadigan darajaga chiqdik biz. Shu darajada korrupsiya haqida bongirib gapirilyapti. Korrupsiyaga ozgina anaqa bo'lsa ham bugun chiqib gapiriladigan tizim yaratilishi yo'lga qo'yildi. Ya'ni jamiyatda bu illatga nisbatan o'sha murosasiz muhit yaratish maqsadida. 25-yil 5-martda hurmatli prezidentimiz korrupsiyaga qarshi kurash milliy kengash kengaytirilgan yig'ilishda aytganlarida, endi bundan buyon nodavlat tashkilotlarga korrupsiyaga qarshi kurash loyihalariga kamida 10 milliard so'm ajratamiz dedilar. Bu yildan 10 milliard so'm ajratildi. Ya'ni biz nodavlat tashkilotlarni ham jalb qildik. Ayniqsa davlat xaridlari sohasida ko'p korrupsiyaviy jinoyatlarni aynan jurnalistlar yoki o'sha blogerlar, ommaviy axborot vositalari aniqlashyapti bugun. Ko'p narsalar o'shalar orqali, mana yaqindagi holatlar o'sha oddiy mana Samarqandda farzandlarini Rossiyaga jo'natgan ham ijtimoiy tarmoq orqali eshitib bildik. Yoki Xitoyga o'zini qarindoshlari, shopirlarini jo'natgan bilasizlar, ikkita tumanda. U ham ommaviy axborot vositalarida jurnalist surishtiruvdan keyin. Va mana oxirgi mana Olmaliq metallurgiya kombinatidagi o'sha 200 million dollarlik ommaviy axborot vositalari chiqarib biz majbur bo'ldik o'rganish, tekshirish. Ya'ni ularni ham bugungi kunda salohiyati oshib borayotganligini professional shu jurnalistik surishtiruv o'tkazadigan korrupsiyaviy
jinoyatlarni demak surishtiruvni o'tkazadigan bir kastani yaratish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. Asosiysi, oxirgisi biz doimiy ravishda pulsiz ushlab turibmiz. Ya'ni jamoatchilik qanaqa fikrda, qanaqa o'zgaryapti, korrupsiyaga nisbatan munosabati qanaqa o'zgaryapti. Ya'ni biz ijtimoiy fikr markazi bilan bizni hamkorligimiz bor. Bir yilda 4 marta har chorakda bizga so'rov o'tkazib berishadi. Savol asosida biz bilib turamiz, qayerda ko'payadi, qayerda odamlarning fikri qanaqa va hokazo. Korrupsiyani keltirib chiqarayotgan omillarni aniqlash, sabablarni tahlil qilib, shuni bo'lmasligi uchun nima qilish kerak degan tizim yaratish ishlari amalga oshirilyapti. Bilasizlar, o'sha korrupsiyasiz soha loyihasi ishga tushirilganida, birinchi bo'lib 19-yil oliy ta'lim sohasi va kapital qurilish sohasida bu ishga tushganida eksperiment tariqasida, keyin bank, sog'liqni saqlash, mana davlat xaridlari sohasida amalga oshirilyapti. Mana eng asosiy oliy ta'lim sohasida ishga tushirilgandan keyin 2016-yilda eng ko'p korrupsiyaviy jinoyatlar oliy ta'lim sohasida sodir etilgan. Bugun eng kamiga tushdi. Ya'ni mana shunaqa preventiv choralar ko'rilganligi, raqobat muhiti, ochiqlik, shaffoflik bo'lgan. Va eng muhimi yangi tizim O'zbekistonda mana xabaringlar bor. Compliance nazorat tizimi to'liq bizda ishga tushirildi, yaratildi. Bugungi kunda 196 ta vazirlik idoralarida 1300 dan ortiq compliance nazorat xodimlari faoliyat yurityapti. Ya'ni korrupsiyani oqibati bilan emas, balki o'sha korrupsiyani oldini olish bilan shug'ullanadigan tizim yaratildi. Katta yana bir o'zgarish manfaatlar to'qnashuvi. Bizning eng og'riqli tomonimiz mentalitet, boshqa deymiz, manfaatlar to'qnashuvi. Korrupsiyani kamayishiga imkon bermayotgan narsa qarindosh urug'chilik, favoritizm, nepotizm va hokazo va hokazo. Bu qonunni ham biz va nihoyat 5 yil deganda mana o'tgan yil kuchga kirdi. Bu qonun ham juda katta o'sha preventiv chora sifatida ko'rilyapti. Biz mana bu shu paytgacha 1 yil bo'ldi kuchga kirganiga 12 mingga yaqin shunaqa manfaatli to'qnashuv holatlari aniqladi. Ya'ni yaqin qarindoshi o'zini bo'ysunuvida ishlayotgan holatlar yoki o'zini yaqin qarindoshiga o'sha tenderlarni bergan holatlari va hokazo yoki nomida firmalar o'sha ta'sischi yoki direktor bo'layotgan holatlari aniqlanib, bularni mana o'tgan yildan ma'muriy javobgarlik ham belgilandi. Biz o'sha mana sizlarga rahmat, ayniqsa sudlarga mana shu yangi amaliyotni o'z vaqtida ishga tushirib, mana hamma viloyatda birgalikda ishlayapmiz. Ochiqlik, shaffoflik yo'nalishida katta qadam bo'ldi. 21-yil prezidentimizni alohida farmonlari bilan davlat idoralari ochiqlashi lozim bo'lgan ma'lumotlar ro'yxati tasdiqlanadigan bo'ldi prezident farmoni bilan va bu uchun mas'ul idora belgilandi, Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi va ochiqlikni ta'minlamaganligi uchun yana o'sha boyaginda ma'muriy javobgarlik ham belgilandi. Bugun 42 turdagi ma'lumotni ochiqlashi majbur etib belgilandi. Oldin tasavvur qila olmasdik davlat idorasi rahbarini qanaqa nomerda, qanaqa mashinada yurishi, nima sotib olayotgani. Mana bugun ijtimoiy tarmoqlarda hammamiz ko'ramiz. Nimadir taxoya sotib olibdi yoki chet elga buncha xarajat ana qilibdi, bilet shunchaga sotib olibdi, boshqa hattoki xizmat uylarigacha bugun biz hammasini ochiq ko'rib majburladik davlat idoralarini. Bu ham shaffoflik sari. Boshida ko'pchilik qo'rqdi. Ayrim davlat idoralari rahbarlari kelishmadi bizga. Bu qanaqa hammasini ochib tashlayman. Hech narsa bo'lgani yo'q. Naborot, oldin 10 yil oldin, 6-7 yil oldin hokimliklar o'sha orttirilgan mahalliy byudjet mablag'larini naleva направо qilib remont bo'lgan binoga remontga deb spisat. Hozir uni qila olmayapti. Ya'ni ko'rinib turadi hammasi. Nech pul qayerga sarflayapti. Bu ham juda katta nima o'zgarishlardan biri bo'ldi desak bo'ladi. Ikkinchi yo'nalish davlat xaridlari sohasida bilasizlar 22-yil aprelda davlat xaridlari to'g'risidagi qonun yangi tahrida qabul qilindi va barcha davlat xaridlari onlayn platformalarda amalga oshirilishi belgilandi qonun bilan. Va bugun qaysi idora bitta ruchkani nech pulga olayotganini jamoatchilik ko'ra oladigan tiz. To'g'ri, hali takomiliga yetgan deya olmayman men, o'sha Ukraina yoki Estoniyaga o'xshab hali bizda hali PDF boshqalarni qilingan, hali raqamlashmagan. Lekin bugun jamoatchilik ko'ra oladi. Qaysi idora nech pulga nima sotib olayotgani, kim qatnashyapti tenderda. Bu ham juda katta bizga haligi turtki bo'ldi korrupsiyani oldini olishda. Birgina o'tgan yil o'zida 11 trilliondan ortiq mablag'lar iqtisod qilinishiga erishildi. Ya'ni kompyuter 3 million tursa, 7 million deb qo'yadi, 5 million 6 millionga so'ra. Hozir unaqa qiladi chunki ochiq qatnashish ham. Shuning uchun 11 trillion mablag' o'sha ortiqcha ustiga qo'ygan ekonom qilish imkoniyatiga ega bo'lindi. Va mana shu ochiqlik bo'lgani uchun biz mana o'tgan yil o'zida 2,3 trillion so'mlik moliyaviy xatolarni aniqladik. O'sha noqonuniy davlat xaridlari, affillanganlik, manfaatlar to'qnashuv. Bizda masalan 50 ta xodim bor agentlikda.
bu 2-3 trillionlikni aniqlash uchun 500 ta odam borib tushish kerak. Lekin o'sha mana shu narsa ochiq platformaga joylashgani uchun biz masofaviy shu kabinetdan chiqmasdan shu qonun buzilish holatlarini aniqlab bartaraf etish choralarini ko'rishga erishyapmiz. Yana eng katta O'zbekistondagi yutuqlarimizdan biri hammamiz biladigan bu raqamlashtirish sohasida. Bugun 700 dan ortiq davlat xizmatlari inson omilisiz ko'rsatilayotgani, oddiy o'sha pravo olasizmi yoki soliqdan qarzi bor yo'qligi, men o'zim shu 14-15-yili shu Mirzo Ulug'bek soliqda 2 kunlab turib o'sha bitta spravkani ola olmagan holatlar bo'lgan. Hozir eng arzimagan narsa bo'lib qoldi. Endi propiskani qo'yaveringlar, endi bilamiz hammamiz. 25-yilda respublika bo'yicha 7517 nafar shaxs korrupsiyaga oid jinoyatlar uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ya'ni jinoiy ta'qib ham to'xtagani yo'q. Endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin, shuncha ish bo'libdi-yu, korrupsion jinoyatlar kamaymabdi-ku degan haqli savol tug'ilishi mumkin. Lekin yonidagi agar statistikani ko'radigan bo'lsak, pora olish jinoyatlari keskin kamayganini ko'rishimiz mumkin. Umumiy jinoyatlarni 5% ni ham tashkil qilmaydi. Asosiy hozir korrupsion jinoyatlar o'sha birinchi ko'rayotgan bo'lsanglar 167, ya'ni o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, mansab vakolatidan foydalanib o'sha firibgarlik yoki pora olishga do'rlan. Nima uchun? Chunki ko'ryapmiz, trillionlab mablag' ajratilyapti, ayniqsa hududlarga. Qo'shimcha bilan afsuski hali shunaqa nima deydi, sablazn deydimi yoki shu lazeykalar bor. Afsuski mana shu yo'nalishda davlat mablag'larini talon-taroj qilish jinoyatlari yuqoriligicha qolmoqda. Ayrim turdagi jinoyatlarning keskin kamayganligini tendensiyasini ko'rishimiz mumkin. Bizga ham bu keyingi tahlillarimizda o'sha qonunchilikka o'zgartirish kiritishda bu juda katta bir anaqa bo'lib hisoblanyapti. Bu bo'yicha ish olib borilyapti. Reytinglardagi mana o'rni boya aytdim, 178-o'rinda edik deb. 2018 158-o'rinda edik. Mana shu amalga oshirilgan choralar, islohotlar natijasida O'zbekiston 7 yil ichida 37 pog'ona ko'tarilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Va xalqaro ekspertlar, bu xalqaro tashkilotda ham o'zi aytdi, qisqa muddat ichida buncha katta natijaga erishgan kam sonli davlatlar sirasiga kirgizdi O'zbekistonni. O'sha 37 pog'onaga oshgan. Chunki bir pog'onaga oshish ham juda qiyin bu reytingda. Yoki o'sha Jahon odil sudlov loyihasida mana oshib boryapti yildan yilga, mana oxirgi yilda 2 pog'onaga ko'tarildik. Ochiqlik indekslarida juda katta. Bugun ochiqlik bo'yicha O'zbekiston dunyoni top 30 ta mamlakatiga kiradi. Ochiqlik, shaffoflik bo'yicha bu yerda yo'q ekan. Ya'ni reytinglarda ham oshish imkoniyatiga ega bo'ldi. Lekin 121-pog'onadamiz hali. Bu de hali maqtanadigan emas. To'g'ri, tendensiya yaxshi, lekin bu degani qiladigan ishlarimiz ham hali oldimizda ko'p degani. Ya'ni juda ko'p korrupsiyaga imkon beruvchi sabablar hali ham saqlanib qolyapti. Mana 4 ta yo'nalish bugungi kunda nima uchun biz hali ham 121-o'rindamiz, nima bizga haligi imkon bermayapti deganga javob eng asosiy mana ish haqini kamligi. Mana eng ko'p agar korrupsion jinoyatlar statistikani ko'radigan bo'lsak, eng ko'p jinoyatlar ta'lim, sog'liqni saqlash sohasida. To'g'ri, ularda odam soni ham ko'p, komanda katta, bir necha yuz minglab odam ishlaydi, lekin afsuski hali aksariyatda hali iqtisodiy ahvol degan ish haqi, buni ham biz tahlil qilganimizda ko'ryapmiz. Bu omillar ham hali saqlanib qolyapti. Keyingisi o'sha xizmatda shaxsiy biznesga aloqadorligi, aralashib ketadigan holatlar bor. Insofsiz raqobat va monopoliya hali saqlanib qolyapti va afsuski hali davlatning iqtisodiyotga aralashuvi hali juda katta. Ko'plab hali tashkilot, korxonalar borki, hali ham o'sha davlat tasarrufidan chiqarsa bo'ladigan, bu ham o'sha korrupsiyaga sabab bo'layotgan, ya'ni omillardan hisoblanadi. Og'riqli nuqtalarimiz mentalitet deymiz, ya'ni o'sha halollikning yetishmasligi, tanish bilishchilik, nepotizm, eng yomoni befarqlik. Ya'ni oldimizda kimdir o'sha korrupsiya qildim, ishimni bajardim desa, buni oddiy qabul qilishimizni o'zi ham bizga shu yengishimizga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan sabablardan hisoblanadi. Hali davlat xizmatchilarining malakasini pastligi. Mana biz o'sha jinoyatlarni statistika yo jinoyat bilan qo'lga tushganda menga hattoki idora tashkilotida birinchi rahbarlar chiqadi, vazirlar chiqadi. Bu korrupsiyamidi deydi. Hattoki rahbarni esinglarda bo'lsa, sobiq sog'liqni saqlash vaziri chiqib olaversin, haligi o'zi tashab ketsa bu normal holat deydigan darajada hali bor. Yoki mana madaniyat vazirining harakatlari, mana haligi reklama qilib, boshqa qilib, oddiy hol deb o'ylaydi buni. Chastni anaqa bir kiyim magazinga borib reklama qilish yo to'yga borib pul olishini, afsuski bizda hali shu madaniyat, davlat xizmatchilarida malakamiz shunaqa pastki, o'rnak bo'lish o'rniga biz hali bilmaymiz shu narsani. O'tgan yil o'zida 25-yilda birgina agentlik tomonidan
600 dan ortiq normativ hujjat loyihasida korrupsiya omillari aniqladi. Ya'ni hali ham davlat idoralari o'zlariga lazeyka shunaqa qoldirib ketsamda, masalan, men bu hujjatlar talab qilinadi dedi va boshqalar deb qo'yadi. Bitta lazeyka yoki bo'lmasa haligi qo'shimcha hujjatlarni talab qilish va hokazo, ya'ni korrupsion yoki eng yomoni idoraviy manfaat ustunligi bizda hali ham saqlanib. Mana yaqinda ham hozir muhokama bo'lyapti. Qurilish vazirligi ma'muriy javobgarlikka tortishni o'ziga olmoqchi deb. Biz shunaqa bizda anaqa bo'lib qolganki, shu jazolaydigan kuchli tashkilot bo'lsak, afsuski bu narsalar ham bor. Bu albatta korrupsiyaga olib keladigan, ya'ni o'sha huquqiy bo'shliqlar bor. Bu demak katta muammo. Endi nima qilish kerak degan savolga mana 8 ta, demak bu tahlillar natijasida 8 ta shu bartaraf etish yo'llari. Birinchisi ochiqlik va hisobdorlik. Yana ham oshirish. Mana boya aytib o'tdim 42 ta ma'lumot, lekin hali ko'plab ma'lumotlar hali ham ochiqlanmayapti. Buni bitta misol mana Obod qishloq, Obod mahalla anaqalarda ham biz ko'rdik, shunaqa aniqlandi. Juda ko'p saxovatpeshalar bor. Homiylik mablag'lari beradi, xayriya mablag'larini beradi. Uni oladida u ochiq emasdi, hech qayerda ochiqlanmaydi. Davlat pulidan qiladi-da, byudjet pulidan uni o'zini anaqasiga shaxsiy manfaatlarida foydalanib qiladi. Buni ham ochiqlash hozir biz taklifini berganmiz, ya'ni olinadigan nimaga sarf, mayli kim berganini ochiqlamasin, lekin hokimlikka qancha pul keldi, nimaga sarfladi. Shunga o'xshagan hali juda ko'p, masalan, kasaba uyushmalariga ajratiladigan mablag'lar va hokazo hali ochiqlik va hisobdorlik masalasi turibdi. Byurokratik to'siqlar, hali ko'p byurokratik to'siqlar bor. Oddiy o'sha ruxsat berish, bizga ham o'zimiz ham bilamiz, o'sha kommunikatsiyaga ulashda boshqada hali ham tadbirkorlik sohasida yo boshqada hali byurokratiya saqlanib qolyapti. Manfaatlar to'qnashuvi, hali ham mana javobgarlik choralari belgilandi, qonunlar qabul qilindi, lekin afsuski ko'payapti, kamaymayapti. Ya'ni hali manfaatlar to'qnashuvi, qarindosh urug'chilik, nepotizm. Hurmatli prezidentimiz aytdilar, hali ham davlatning rivojlanishiga katta to'siq korrupsiya va 26-yil O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha favqulodda holat yili deb e'lon qilamiz deb e'lon qildilar va mana shu e'lon qilganlaridan keyin 10 kun o'tmasdan juda katta farmon qabul qilindi. Ham ilmiy, ham huquq-tartibot idoralari bilan birga biz yaxlit tizim yaratish ustida ishlanyapti, ya'ni korrupsiyaga qarshi kurash klasteri. Bundan tashqari xavf tahlil markazi tashkil etilyapti agentlik huzurida. Bu o'sha umuman O'zbekistondagi o'sha anaqani bilib turadigan hozir 80 dan ortiq bazalarni integratsiya qilinyapti bitta bazaga. Boya aytganimdek, Xitoydagi sun'iy intellektga o'xshab endi haligi bitta masalan korrupsion xavf-xatar, korrupsion jinoyatni aniqlash uchun 2 kun vaqt ketsa, bu agar xavf tahlil markazini biz to'liq ishga tushirsak, 2 oy, 3 oy ichida ishga tushadi. 2 minutda aniqlaydigan tizim bo'ladi. Familiyangizni kiritasiz, bo'ldi, hammasi chiqib keladi. Qaysi qarindoshingizda nima mulki bor, qaysi tenderda qatnashyapti va hokazo chiqadigan hozir tizim ustida ishlanyapti. Bundan tashqari o'sha davlat xaridlarida afillanganlikni aniqlash bo'yicha sun'iy intellektni joriy qilish, raqamli compliance axborot tizimi ishga tushirilyapti. Korrupsiya haqida xabar berganlarni himoya qilish tizimi va rag'batlantirish tizimi kuchaytirilyapti. Bugungi kungacha mana ko'rdinglar, 7000 dan ortiq korrupsion jinoyat sodir etilgan. Shundan bir 200 tasi ijtimoiy tarmoq jurnalistlari tomonidan bo'lsa, o'tgan yili 13 ta korrupsiya haqida fuqarolar xabar bergan. Qolgan hammasi huquq-tartibot idoralari tomonidan aniqlangan. Ya'ni fuqarolarimizda faollik yo'q. Faollik nima yo'q? Qo'rqadi hammasi. Mana menga ham chiqadi, shu yerda korrupsiya bo'ldi, faqat meni otimni aytmang, meni bilmasin, boshqa degan haqiqatan ham risk bor. Tazyiq, ta'qib bo'lishi, shu uchun korrupsiya haqida xabar berganlarni himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqdik. Bu qonun loyihasi уже hamma vazirlik idoralar bilan kelishildi. Bugungi kunda prezident administratsiyasida bu qonun bilan endi aniq himoya qilish tartibi belgilanyapti, ularga himoya orderi berish va hokazo. Bundan tashqari rag'batlantirishni ham yangi tizimi yaratilyapti. Ya'ni korrupsiya xabar berdimi, uni o'sha pora miqdori yoki korrupsiya darajasiga qarab rag'batlantirib. Bu ham katta o'zgarishlardan biri bo'ladi.